Yaqinlashmang. To'xtang. Men siz o'ylagan qiz emasman. Tushunmadim. Biz endi bor yo'g'i 1-2 marta ko'rishdik-ku, to'g'rimi? To'g'ri, lekin bugun to'yimiz bo'ldi-yu. Yo'q, to'g'ri to'yimiz bo'ldi. Lekin bir-birimizni yaqinroq bilaylik, tanishaylik demoqchi edim. Tanishaylik. Siz nimalarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, kino ko'rish, ashula eshitish. Men masalan multfilmlar ko'rishni yaxshi ko'raman. Fotima, agar qo'rqayotgan bo'lsangiz 1-2 kun kutishimiz mumkin. Balki bir hafta. Problema qo'rqayotganingizda emas, boshqa narsadadir. Unda nimada? Hayotingizda bu kun bormi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unda muammo nimada? Bugunmi, ertami, bir haftadan keyinmi? Baribir shu narsa bo'ladi. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Yo'q, hozir bo'lmaydi demoqchiman. Fotima, sizni tushunaman. Hayajonlanasiz. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tegmang menga. Iltimos, tegmang. Men Fotima emas, Suhraman.